Assalomu alaykum kuzatuvchilar, mana Koreyadan sotuvga 2019-yilda ishlab chiqarilgan 145 Hyundai rusumli ekskavatorimiz kelgan. Konteyner tushirish ishlariga ketyapti mana. Holati a'lo. Ustalarimiz mana ikkita yon kapot, ikkita orqa qanotlarni yechib olishgan. Tayyorlash ishlari, tekslash ishlari olib borilmoqda. 3-4 kunda inshaalloh tayyor bo'lishi bilan yana video chiqaramiz. Mana kovushi yengil ish qilgan, unaqa qiynalib turpoq, toshli ishlarda ishlamagan. Tekslash ishlarini olib borgan. Rastvor tayyorlaganman. Palislari ham mana juda chiroyli ahvolda. Zoblarni qo'yamiz. Ikkita yonini, bakarezi. Mana eshikning ahvoli. Ikkita yon eshik. Ozgina kirgan joylari bor. Buni chiqaramiz, kraskasini qilamiz. Polirovka qilamiz. Xo'sh. Bunda ham ishlar bor, mayda-chuyda. Qanotlarni to'g'rilaymiz. Qanotchalar mana ozgina kirib qolgan joylari bor, tekislab chiqarib. Obuna bo'lamiz, like bosamiz, kommentariyada kutib qolamiz.